Tishlarni yuvganda milklar xonashi tabiiy holat. Tishlarni yuvganda milklar xonashiga olib keluvchi 3 ta sabab. Birinchisi gingivit. Milk yallig'lanishi. Bu milklar xonashining eng keng tarqalgan sababi. Bunda tishlarni yuvganda yoki ovqat chaynaganda milk xonash holatlari kuzatiladi. Ikkinchisi vitamin K yoki vitamin C yetishmovchiligi. Agar organizmda ushbu vitamin yetishmasa, qon tomir devorlari mo'rtlashadi va milklar tez qonaydi. Uchinchisi tish cho'tkalaridan noto'g'ri foydalanish. Juda qattiq yoki sifatsiz tish cho'tkalaridan foydalanish milklar xonashiga olib keladi. Agar sizda ham shunday muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, tishlarni yuvishda o'rtacha yumshoq yoki yumshoq tish cho'tkalaridan foydalaning. Vitamin K yoki vitamin C ga boy apelsin, mandarin, limon yoki ovqat mahsulotlarini iste'mol qiling. Og'iz bo'shlig'ini xlorgeksidin yoki furasin eritmalari bilan chaying. Agar shunda ham milklaringiz qonashib olmasa, bizning klinikamizga murojaat qiling. Biz sizning tishlaringiz va milklaringizni davolab beramiz.